Assalomu alaykum barchasiga kanalimizga inshaalloh mana yangi mahsulotimizni ozgina ma'lumot berib o'taman dedim. Bu ochilayotgan matrisidir. Matris emulsiyalar bilan ishlangan paytda ramkalar ichiga ishlasangiz juda ham chiroyli chiqadi. Inshaalloh mana shuni sotish jarayonida ko'rsataman. Bittaga chiqadi bu. Qayta ishlatyapsizlar. Mana bu tadyonni avtomatik o'zi tortib bitadi. Xohlasangiz bitta bilan oxiriga artib olsangiz, yana ham boshqa effekt beradi. Mana hozir qurib tortadi. Bir marta chiqadi. Buni xohlagan stakan tishlab oladi. Hatto sложный emas. Xohlagan faktoringizni bersangizlar bo'ladi. Xohlasangiz atlas basonlari, xohlaganingizni chiqarib beradi mahsulotni. Ishlanish jarayoni juda ham oson. Qaytadan emulsiya berib olamiz. O'sha emulsiyani ustidan hozir matris qilib beramiz. Uni rangi ana shunaqa oq bo'ladi o'zi. Xohlagan svetni o'ziga moslab berib olasiz. Shunaqa mahsulotlar kerak bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar, bitkazib beramiz. Barcha ro'yxatlar bo'yicha dastavkasi ichiga. Charchangiz do'stlar.